Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah, salatu vassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, Allohga hamd va sanolar bo'lsin. Mana bizning masjidimiz Farg'ona viloyati Oltiariq tumanidan Sertutva Jami masjidi. Shu masjidimiz mana yangi barpo bo'lyapti. Tashqi qismlari, gumbazlar hammasi tayyor, bitdi. Alhamdulillah, shu sizlarni homiyliklaringiz, qilgan dalolatlaringiz, qilgan ehsonlaringiz bilan Alloh subhanahu va taolo o'zi yordamchi bo'lib mana shu masjidimiz shu holatga keldi. Juda ham bir chiroyli holatda. Alhamdulillah, Alloh subhanahu va taolo bu qolganiga ham Alloh o'zi yordam bersin. Siz u bizlarni Alloh subhanahu va taolo iloyim har birlarimizga mana shunaqangi bir masjidlarga ehson qilish, dalolat qilishlarda Xudo tabarak va taolo o'zi yordam bersin. Alhamdulillah, azizlar, mana sizlarning ehsonlaringiz bilan masjidimiz juda ham bir chiroyli barpo bo'lib bitib, tashqi qismlari bitta. Endi ichki holatlari hozir ko'rsatamiz. Ichki holatlarini ham alhamdulillah, ichki holatlari mana juda ham bir katta masjid. Hozir mana ustalarimiz ishlayapti. Shu marmar toshlarini mana hozir qo'yishyapti o'sha zinalarimizga, tokchalariga. Shu bizga hozir shunaqangi marmar toshlar zarur bo'lib turibdi. Mana ertadan elektrikalarimiz kelib shu masjidimizda shu tok anjomlarini joylab, kabellarga shu montaj ishlarini olib boradi, davom ettirishadi inshaalloh. Juda ham bir chiroyli holatda. Azizlar, shu sizlardan iltimos qilamiz, shu masjidimizga kimdagi imkoniyati bo'lsa, shu ehson qilsa, Alloh subhanahu va taolo barcha ehson kunanlarga Allohim qiyomat kunida jannatda qasrlar bilan mukofotlasin. Bu masjidni shu bitishiga sababchi bo'lsak, Alloh albatta va'da jannatda qasr beraman degan va'da bor. Allohim har birlarimizga mana shunaqangi bir qasrlarni nasib aylasin azizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.